hörmetli qarindoshlar. Sharq Turkiston Surgundi hukumati televiziyasining xabarlar programmasini ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Xitoy Xinhua agentligining xabariga qaraganda, Xitoy tajovuzchilari 25 dekabr kuni Guangdong viloyatining valisi 62 yoshli Ma Xingruini atalmish Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonining raisligiga, ya'ni Qanishjar Jallod Chunchongoning o'rniga tayinlagan. Qaraganda Ma Xingrui Xitoyning eksport ishlari Amerika va Yevropa davlatlariga nisbatan pozitsiyasi temkin. Ma'lumlik bu Xitoyning vazifaga o'tirganda atalmish Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonining siyosatida muqimlikni birinchi o'ringa qo'yganligi, uzun mezgillik muqimlikni izchil saqlab qoladiganligi va hatto taraqqiy qildiradiganligi to'g'risida qilgan va'dasidan qamchicharligi bilinib turdi. Albatta, tajovuzchi millat, hokimiyat amaldorlari bir-biridan farqlanmaydi. Sharq Turkiston Surgundi hukumati buningga javoban Sharq Turkistonliklar Xitoyning urush xumorliklari, millatchi hokimiyati, Xitoy Kompartiyasi qatorliq turli hokimiyatlarning zulmini tortdi. Bu hokimiyatlarning hammasi o'xshashla Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilik va mustamlika qilish siyosatini yurgizdi. Xitoy ishg'oliyati bizning masalamizning tub yildizidir dedi. Bosh ministerimiz Salih Xudoyor apandimo inkos qaytirib, mayli kimning kelib ketishidan qat'iy nazar Xitoy tajovuzchilari Sharq Turkistonda mustamlika va ishg'oliyatini davomlashtirdi. Mustamlika va ishg'oliyatni davomlashtirgan muddat ichida Uyg'urlar hurlikka, kishilik huquqqa, tinchlik va xotirjamlikka erisha olmaydi. Mustaqillik Uyg'urlarning asosiy huquq va mavjudligiga kafolatlik qilishning birdan-bir yo'li dedi. Sharq Turkiston Surgundi hukumati Xristian olimining Rojdestvo bayramini tabrikladi. Tajovuzchi Xitoy ishg'ol qilgan Sharq Turkistonda Xitoyning irqiy qirg'inchiligi va zulmiga uchrayotgan Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarni eslashni, ular uchun duo qilishni talab qildi. Xitoy Xinhua xabarlari atalmish Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonlik hukumatining bayonotchisi Shu Guishaning Amerikaning atalmish Uyg'ur majburiy emgak qonun loyihasini imzolashi zo'ravon bir zihniyatning mahsuli, qaroqchi logikasining davomi, so'g'uq munosabatlar urushi mantiqisining ifodasi deganligini xabar qildi. Muavin raisimiz Abdulahad Nur apandi buningga inkos qaytirib, Amerikaning bu qonunni imzolashi yetarli emas. Amerika va boshqa demokratik davlatlar cho'qim ahamiyatli, konkret harakat qo'llanib, Xitoyning mollarini cheklashi, Sharq Turkistonning besilingan zamin ekanligini e'tirof qilishi, Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatining xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasida jazolanishini qo'llashi, Sharq Turkiston delosini xalqaro adolat mahkamasiga elib berishi lozim. Chunki Xitoy hokimiyati jinoyat ishlash hokimiyatidan iborat edi. Kanada prezidenti Justin Trudeau Xitoyning taktikalariga qarshi G'arb davlatlarini hamkorlashishga chaqirdi. Kanada prezidenti Justin Trudeau Noyel kuni Yer shari televiziyasi bilan o'tkazgan suhbatida biz raqobatlashyapmiz. Xitoy nayt usta raqobat usuli bilan ochiq bozorda bir-birimizga silib o'yin o'ynayotdi. Biz o'zaro zich uyushib Xitoyga qarshi birlikda taqobil turishimiz. Xitoyning uch burjaklik o'yin o'ynab, bizni bir-birimizdan ayirishga qarshi turishimiz lozim dedi. Xitoy bilan Kanadaning munosabati 2018-yili Huawei'ning iqtisodiy amaldori Meng Wanzhou'ning tutqun qilinishi, keyin Xitoyning ikki kanadalikni tutqun qilishi bilan nacharlashgan. Meng Wanzhou tutqun qilinishidan ilgari Kanada Xitoyning insoniyatga qarshi jinoyati, inson haqlari dafsanchiligini ayblagan. Dekabrda Amerika hukumati Xitoyning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchiligi sababidan Beijing qishliq olimpik tantarbiya musobaqasini boykot qilgandan keyin Kanadamo boykot qilganligini bildirdi. Oldingi hafta Xitoy Hong Kong saylovlarida Xitoy chiqargan yangi qonunlar tufaylidan ilimikir ishlatilganligini ayblagan G'arb davlatlariga qarshi dushmanlikni tashabbus qilgan bir bayonotni o'ttirg'a qo'ydi. Besh ko'z deb bilingan Amerika, Yangi Zelandiya, Kanada, Angliya, Avstraliya qatorliq davlatlar e'lon qilgan bayonotda yangi siyosatda muhim bilingan siyosiy raqiblarni shallaydiganligi bayon qilindi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Zhao Lijian G'arb davlatlarini maxfiy kelishim tuzish, Xitoyni mas'uliyatsizcha ayblash, ichki ishlariga aralashish yo'lish bilan ayblab buni rad qilganligini bildirdi. Chegara halqiga muxbirlar 1 yil ilgari Xitoy virusi haqida xabar ishlab, 4 yillik muddatli qamoq jazosi berilgan, o'lish xavfiga duch kelgan chegara halqiga muxbirlar tarafidan 2021-yillik axborot erkinligi mukofotiga erishgan muxbir Zhang Zhenning qo'yib berilishini talab qildi. 28 dekabrda Xitoy virusining dastlabki haftasidagi ahvolni xabar qilganlik uchun
Şanxayda məsələ tug'dirish, jiddiy majra chiqarish bilan ayblanib, tutqun qilingan 38 yoshli Kangjanning noyabrda ziyorat qilgan oilasining aytishicha, uning bo'yi 1,77 metr bo'lib, hozirgi og'irligi 40 kilogramga tushib qolgan va o'z oldiga mang'almas holga kelib qolgan. Chegara halqaga muxbirlar ishxonasining boshlig'i Xitoyga uni davolatish va hurlik uchun besim qilish vaziyati yaratishga chaqiriq qildi. Chegara halqaga muxbirlar yaqinda Xitoyning muxbirlar va to'g'ri uchurlarga qarshi besimni kuchaytirayotganligini oshkorlagan Xitoyning axborotchilikda orqaga dojishi degan temada bir doklad e'lon qilgan. Xitoyda tutqun qilingan muxbirlarning soni 126 nafar bo'lib, axborot erkinligi bo'yicha davlatlarni rəddə tizganda 180 davlat ichida Xitoy 177 o'rinda turadi ekan. İnsonga iymondan keyin lozim bo'ladigan hur vatandir. Vatan omonatdir. Vatanni tajovuzchidan qo'g'dash, tajovuzchidan qutqizish zarur bo'lgan farzdir. Vatan olgan nafasdir. Vatanparvarlik g'ururning yuksak pallasidir. Vatanparvarlik durustlik demakdir. Vatanparvarlik dushmanning oldida shirdek yurmak demakdir. Vatanparvarlik dunyo maishatlaridan voz kechish demakdir. Vatanparvarlik kollektiv manfaatini shaxsiy manfaatdan ustun ko'rish demakdir. Vatanparvarlik durustlik demakdir. Vatanparvarlik Allohga tavakkul qilish demakdir. Vatanparvarlik o'limga yugurish demakdir. Vatanparvarlik iymonning kuchini ko'rsatish demakdir. Vatanparvarlik yuraklik bo'lish demakdir. Vatanparvarlik ro'yi eng oliyjanob ruhdir. Vatanparvarlik eng bo'lmagan millat xo'rliqqa, zavolliqqa mahkum millatdir. İzzat obro'yini qo'g'dab yashash uchun yo mustaqillik, yo o'lim. Hürmetli görürmenler, xabarlarımızda kökünü Allah için köp rahmet. Kiler kıttım programımız görüşkice Allah'a emanet boğaysızlar.